Qachondan beri bemorsiz? 2019 keyin nimaga? yazilmaga o'tdi. Boshida qon shilimshiq kelaverdi axlatni o'zida. Qancha borgan sayin qorin shiydiradida, og'riq ko'payaveradi. 2 yildan beri qanday ahvolda yuribsiz? Yaroqsiz bo'lib qolgansiz mehnatda, shundaymi? Sizni kasalingiz agarda boshqa kasalga aylanib ketmagan bo'lsa, nariyog'iga o'tolmaydi. Lekin mana bu kolitni davolanaman. Faqat bu muddatga bog'liq. O'zgarishlarini men bilib yuray. Lekin albatta 50% dan nariga o'tirishga harakat qilaman. Chunki bu yerdagi dori haqiqatan ham juda kuchli narsa. 6-kun keldingiz, bugun 16-kun. No spesifik kolit bilan keldingiz. Havas qilardim, men ham yomg'ir yotsam deb. Yegingiz kelsa bironta narsani 4-5tasini man qozonga solib, kechagi ilitmani yemang. Ko'z qo'yish kerak. Ko'z o'lgir qo'ysa hammasi oson. Shuncha Jonboy degan uzoq yurtdan keldingiz. Afsuslanmayapsizmi? Yo'l bosib kelganingizga yo'llashingiz xursandchilik bilan.